Assalomu alaykum. Oltin davr ko'rsatuvining navbatdagi soni yana e'tiboringiz markazida. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni Toshkent davlat yuridik universitetining yana bir istiqbolli talabalaridan biri sifatida kutilayotgan universitetning birinchi bosqich talabasi Diyorbek Qambarov. Diyorbek, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Juda xursand bo'ldim taklifni eshitgandan keyin. Tashrif uchun rahmat. Diyorbek, o'zbek xalqida ajoyib bir gap bor-da. Talabalik davri bu oltin davr. Rostdan ham har bir yosh talaba bo'lgandan keyin o'zida o'zgacha bir kechmalarni o'tkazadi. Va Koreya xalqida ham ajoyib bir gap bor ekan, talabalik davri bu baxtsizlik davri deylar ekan. Nimaga unaqa deyilsa? Chunki talaba bo'lgandan keyin u o'z ustida qattiqroq ishlaydi. Imkon qadar o'ziga qulay bo'lgan muhitdan chiqib o'zini qiynaydi. Siz qaysi biriga qo'shilasiz? O'sha o'zbek xalqi aytganidek aytaylik, talabalik davri oltin davrigami yoki o'sha koreys xalqi aytganidek talabalik davri bu baxtsizlik davrigami? Nima degan bo'lardingiz? Xo'p, oltin davr degan fikrga to'xtaladigan bo'lsam, o'zi birinchi marta qachon talabalik oltin davr degan gapni eshitganman. Menimcha ko'pchilikda shunday bo'lgan. Yoshligimizda televizorda serial bo'lardi, adashmasam, talabalik oltin davrim degan. Ya'ni o'sha serialni ko'rgan paytimda, ya'ni talabalik juda ham oson deb o'ylaganman. Ya'ni u yoqda yotoqxonada yashashadi, hamma xursand, dars qilishadi, borib kelishadi, baholarni olishadi. Shunaqa atmosferada qilib ko'rsatilgan edi. Va men ham kirganimcha, ya'ni talabalik davrida qiyinchilik bo'lmaydi. Maktabda o'qib yurgan paytimda ham universitetga kirsam bo'ldi, hamma narsam tugaydi. Ya'ni erkinlikka chiqaman deb o'ylagan fikr baribir hammada tug'iladi. Shaxsan menda ham shunaqa fikr bo'lgan. Lekin ana universitetga kirib bildimki, universitetga kirisham, universitetda o'qisham oson narsa emas. Misol uchun birinchi semestrda o'zida ham konstitutsiya huquq kabi fanlardan ancha qiyinchiliklar bo'ldi. Ya'ni yakuniylarda ham juda ko'p o'qishga to'g'ri keldi. Oraliqda ham o'qituvchi juda ham kuchli o'qitdi. O'zimizning foydamizga bo'lgan. Lekin koreys xalqining gapida ham qanchalik miqdorda jon bor deb o'ylayman. Lekin baribir inson o'zini birinchi mustaqillik davri boshlanayotganligi, undan tashqari ota-onani nazoratidan sal bo'lsa ham erkinlik paydo bo'lganligi uchun va odam o'zini mustaqil qarorlarini o'zi hal qilishni boshlayotganligi uchun meni fikrim bo'yicha talabalik oltin davri hisoblanadi. Zo'r. Navbatdagi savolim quyidagicha bo'ladi. Talabalikning komfort taraflari nimada-yu, diskomfort taraflari nimada? Diskomfortdan boshlaganim menimcha to'g'riroq. Chunki diskomfort menda. Keyin komfortga o'tasiz, chunki o'zbek xalqida bitta gap bor, hamma ertagidan oxir yaxshilik bilan. Shunda oxir yaxshilik bilan. Xo'p, birinchi diskomforti odam o'zini vaqtini rejalashtirishga qiynalishni boshlaydi talabalik davrida. Ya'ni dars bo'ladi. Undan tashqari siz qanaqadir, misol uchun kontraktda o'qiyman, men grantga o'tishim uchun qanaqadir tadbirlarda, o'shalarda qatnashishim kerak. O'sha tadbirlarni misol uchun 3 kun oldin e'lon qilib qolishlari mumkin. Men 3 kun oldin boshqa ishim bo'lgan taqdirda ham qolishimga to'g'ri keladi. Misol uchun yaqinda qarindoshimda to'yi bo'ldi. Lekin men oraliqlarimni yopmaganligim, boshqa fanlarda ishlarim borligi, zakovat borligi uchun o'shandan bir kunligini qolishga sabab bo'ldim. Ya'ni vaqtni rejalashtirish jihatidan qiyin bo'ladi. Undan tashqari deadlinelarga yaqin, ya'ni berilgan topshiriqlarni bajarishga yaqin, o'sha odatim o'zimda ham yomon. Ya'ni deadline'ga taqab vazifa bajarmaslik kerak. Ko'rib turganligim aynan shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Lekin menda shunaqa odat bor, ya'ni deadline yaqinlashgan sari uyqu soati juda ham kamayib ketadi. Ya'ni ba'zi bir paytlarda 2 soat, 3 soatga ham tushib ketishi mumkin. Aynan xuddi shu faktor talabalikda diskomforti bo'ladi. Undan tashqari diskomfort deganda qanchalik buni qo'shsa bo'ladi? Forma masalasi ham bizda menimcha talabalik davrida diskomfort bo'lsa kerak. Balki buni qo'shish to'g'ri narsa emasdir. Ya'ni endi komfortlarga keladigan bo'lsam, birinchidan maktabdan tashqari siz bu yoqda o'zingiz bilan ham fikr bo'lgan odamlar bilan jamoa, community yaratasiz. Ya'ni siz
o'qiyotgan, birga fikrlab, qaysidir nimalarda qatnashayotgan odamlar siz bilan bitta maqsadga erishishni xohlaydigan odamlardan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni o'zingizga tanishlar orttirasiz. Ikkinchi komforti bu yerda adashmasam amaliyotdan keladigan o'qituvchilar ham bor ba'zi fanlarda. Ya'ni ularning o'zidan amaliyotdagi tajribasini o'rganib, aynan ularning o'ziga shogird tushish yoki ulardan nimanidir o'rganish mumkin. Misol uchun bizga sud hokimiyati bilan fuqarolik huquqidan aynan amaliyotda ishlaydigan odamlardan leksiya oldik va men ikkalasini ko'rganimda ikki tarafga odam o'ylanib qoladi. Ya'ni xususiy tarafdan ketsammi yoki XMQ tarafdanmi? Ya'ni amaliyot bo'yicha tushuntirilganligi va uyg'unlik borligi bu komfortidan deyman. Keyingisi bu hammada ham bo'lmasligi mumkin. Menda yuridik klinikada jafol bo'lmasam ham, lekin borib qatnashib turaman. Aynan xuddi shunda birinchi kursda o'zidan universitetda yaratilgan o'zini amaliy ko'nikmam menda uncha kuchli bo'lmasa ham, nazariy bilimlarim hozircha, lekin qanchadir ma'noda sinab ko'rishga yordam beradi. Aynan xuddi shular. Komfortlari shular deb o'ylayman. Qiyosiy tahlil bu yog'i. Talaba bo'lgandan keyin, ayniqsa shu birinchi bosqichda turli qiziqarli voqealar sodir bo'lib turadi. Shu oltin davr ko'rsatuvida oltin voqea turkuni bor. Talaba bo'lganingizga mana birinchi yil deyarli tugayapti. Eng qiziq voqealardan bittasini aytib bersangiz. Xo'p. Endi o'ylab ko'rsam, o'zi qiziq voqealar chiqsa kerak, bitta ikkita. Eng qizig'i sifatida aytish mumkin. Bu odamlarga qanchalik qiziq bo'ladi yo'q bilmadim. Ko'rgandan keyin baholashadi. Siz uchun yodda qolarli. Men uchun yodda qolarli bo'lgan, chunki o'zimni faoliyatim orqali ishlab topgan birinchi pulim bo'ldi o'sha. Yuridik klinikada talabalar festivali doirasida har xil tanlovlar o'tkazib turiladi. Aynan o'sha yuridik klinikaga biz o'sha paytda do'stim bilan o'tirgan edik yuridik klinikada. Bitta ish bo'yicha narsa yozib, o'sha yerda katta kurs odamlar kelishdidagini video bor. Ya'ni o'sha videoda chiqib gapirib berish kerak. O'sha moddani nima uchun qo'llanilishini deb turib, ya'ni bizga odam kerak deyildi. Men o'sha yerda ikkalamizga aytishdi. Birinchi do'stim rozi bo'lmadi. So'raganda, keyin mendan so'rashdi. Mendan bir ikki marta so'raganda men ham yo'q dedim, keyin oxiri mayli deb rozi bo'ldim. Keyin rozi bo'lganimdan keyin uzunga ketgan bo'lsa meni bir 15 minut 20 minut vaqtim ketgan. Ya'ni shunchaki chiqib berganman. Keyin qarasam bir haftadan keyin e'lon kelyapti. Ya'ni menga yozyapti, siz o'sha komandaning sardori ekansiz. Ya'ni siz o'sha komandaning sardori ekansiz. Sizning komandangiz yutibdi. Endi universitet g'aznasiga borib plastik karta ochirishga ariza berib keling, pul tashlash uchun dedi. Lekin men uni bilsam, u yoqda qatnashayotgan opa boshqa komandada ham bo'lganligi uchun meni bu komandaga sardor sifatida yozib qo'ygan ekan. O'sha orqali universitetda karta ochirib, keyin birinchi pul mukofotini aynan shu universitetda o'zimda topganim bo'ldi. Jackpot aytyapsiz. Xuddi shunga o'xshash bo'lgan. Aynan qiziqarliroq aytsam. Zo'r, ajoyib. Jobek, endi birmuncha mana dars jarayonlariga kirishsak-da. Birinchi bosqichdagi dars mashg'ulotlari baribir o'sha televizorda ko'rganingiz aytdingiz-ku, o'sha taassurotlar uyg'onadi, o'sha auditoriyaning muhiti his qilina boshlanadi. Lekin baribir reallikka ko'chsa birmuncha boshqacha jarayon bo'ladi. Buni ham ijobiy, ham salbiy taraflari bor va hokazo. Va talabalar o'zbek mentalitetida shunaqa narsa bor. Fandan ko'ra o'qituvchining metodikasiga qiziqadi. Siz talabasiz, shu narsa qiziq. Talabalik rakursdan yondashganingizda idealingizdagi o'qituvchi qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerak? Xo'p. Idealimdagi o'qituvchi birinchi navbatda hammada bo'lsa kerak bu xislat, hamma xohlaydigan xislat. Ya'ni o'qituvchi o'zini kirayotgan fanini avvaldan yaxshi bilgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'quvchi savol berganda men bilmayman buni yoki
uni qarab turib yoki siz bilan bahslashishga shunaqa bo'lishi kerak. Keyingisi o'quvchi bilan bahsdan qochmaydigan bo'lishi kerak. Ya'ni o'qituvchiga savol bersangiz, sizni yomon ko'rib qolib yoki o'qituvchini fikriga qarshi fikr bildirsangiz, chunki qarshi fikr bo'lgan joyda menimcha rivojlanish bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni o'qituvchiga nisbatan fikr bildirsangiz, u ham o'qituvchi sog'lom bahs bo'ladigan bo'lsa, aynan o'qituvchidan qochish kerak emas deb o'ylayman va universitetimizda ham ko'plab o'qituvchilarda uchratganman. Aynan savolga qochmaydi, lekin ba'zilari bor. Savoldan qochishi mumkin. Keyingisi ko'proq liberalroq boshqaruvga ega bo'lish kerak deb o'ylayman o'qituvchi. Ya'ni darsda mayda-chuyda, ya'ni ma'naviyat yoki odob axloq bilan o'tib ketmasligi kerak deb o'ylayman. Ya'ni odob axloq bilan shug'ullanadigan universitetimizda adashmasam tutorlar bor. Ya'ni talabalarni yurish-turishi, shunga o'xshash narsalar bilan boshli ma'naviyat markazi bor. Ma'naviyat markazi bor. Aynan o'sha narsalar bilan shug'ullanadi. Agar talaba rostdan qonun qoidalarni buzayotgan bo'lsa, universitet reputatsiyasiga to'g'ri kelmaydigan ishlar qilayotgan bo'lsa, aynan fakultet dekanati shug'ullanishi mumkin. Lekin u leksiyaga kirgan o'qituvchini vazifasi deb o'ylamayman. Lekin xudoga shukr, hozircha kirgan o'qituvchilarning ichida unaqalarni uchratmadim. Ya'ni formang qanaqa, nimaga bunaqa qilyapsan deydiganlarni. Endi siz qayerdan bilasiz shunaqa holatlarni? Eshitganman. Shu universitetda. Shu universitetda eshitmaganman. O'zi idealimdagi o'qituvchi deyapman, qanaqa bo'lish kerakligini. Demak, shunaqa o'qituvchilar ayni universitetda emas, boshqa universitetlarda eshitgansiz, o'shani shamoli bu yoqqa kelib qolmasa. Shunaqa. Avvalgi davrlarda ham mavjud bo'lgandir, lekin men u paytda bu universitet talabasi emas edim. Ham o'zining davriga javob beradi-da. Shunday. Yana bitta narsaki, bugun sun'iy intellekt shiddat bilan rivojlanyapti va keng kirib kelyapti. Talabalarim juda ham faol foydalanyapti. O ChatGPT bo'lsin, o'zim ham foydalanyapman. Va shunaqa prognozlar ham bor. Sun'iy intellekt juda ko'p ish o'rinlarini olib qo'yadi va shunday kasb egalaridan biri bu to'liq bo'lmasa ham ta'limda o'qituvchilarning o'rnini muayyan darajada olib qo'yadi. Transformatsiya jarayonida auditoriyalarda balki o'qituvchi emas, sun'iy intellekt dars o'tadi. Chunki o'zi PPT tayyorlaydi, o'zi video qo'ya oladi va hokazo. Qanchalik qo'shilasiz? Mana shu auditoriyada jonli pedagog o'rnini sun'iy intellekt bosa olishiga. Juda ham noaniq narsa bu. Ya'ni biz hozir aynan sun'iy intellekt shakllanayotgan davrdamiz. Ya'ni uni aynan kelajagi hal bo'ladigan davrda, ya'ni ochiq bo'ladimi yoki kimdir tomonidan u nazorat qilinishi kerakmi? Aynan shunaqa narsa. Ta'limga ham borib taqaladi. O'zim ham ko'p ishlataman, tan olish kerak bo'lsa. Ya'ni sun'iy intellektdan foydalanib turaman. Aynan chunki sun'iy intellektdan misol uchun tushunmaydigan mavzu bo'lsa, yaxshi tushuntirib bera oladi deb o'ylayman. Lekin ayni yaqin 10-15 yil ichida men o'ylaymanki, auditoriyadagi o'qituvchining o'rnini sun'iy intellekt egallay olmaydi. Chunki biz hali o'zbek tilida aynan chet elda, ya'ni ingliz tili, rus tili ularni bilmadim, lekin o'zbek tilida mukammal javob bera oladigan, ya'ni har bir savolingizga mukammal javob bera oladigan sun'iy intellektni yarata olganimiz yo'q. Undan tashqari bu yoqda xavfsizlik degan jihatlar ham bor. Misol uchun davlat universitetlarida biz talabalarga shunchaki Amerika, Yevropa, Rossiya yoki shunga o'xshash davlatlarni sun'iy intellektini o'qituvchi qilib qo'yadigan bo'lsak, bu o'zimizning davlatimizga ham xavf bo'lishi mumkin. Ya'ni u sun'iy intellektni bazasi bizda joylashmagan bo'ladi, ma'lumotlar saqlanishi. Ya'ni shunga o'xshash narsa bo'ladi. Ya'ni biz uni amalga oshirishimiz uchun birinchi navbatda o'zbek tilida, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sof chatbotni yaratib olishimiz kerak. Birinchi navbatda, ya'ni unaqa ovoz, jismoniy harakatlar, shunga o'xshash narsalardan qochib turib, adashmasam harakat qilishatuvdi. Mohir AI degan loyiha bo'yicha ishlatib ko'rdim. Lekin Amerika yaratgan, OpenAI yaratgan ChatGPT bilan solishtirganda Mohir AI ancha orqada qolib ketadi. Hozirgi ChatGPTni eng oxirgi versiyasi bo'yicha o'zbek tili darajasida hattoki aynan shu yuqoridagilar xulosa qiladigan bo'lsam, 10-15 yil ichida menimcha egallab olish qiyin. Ya'ni ham uzoq muddatli kelajakda ko'raveramiz.
Pedagoglar qo'rqmasa ham bo'laveradi demoqsizlar. Xuddi. Aha. Ko'rsatuvimizda yana bitta turkuni bor Diyorbek. Mhm. Bu ko'rsatuvning har bir mehmoni ko'rsatuvning keyingi mehmoniga savol qoldiradi. Ya'ni talabadan talabaga savol. Va bizda ko'rsatuvimiz avvalgi sonida sizni kursdoshingiz Davronbek Rashidov mehmon bo'lganlar. Va quyidagicha savol qoldirganlar va sizni tashrif buyurishingizni bilmagan. Ya'ni doimiy biz mehmonni noma'lumligini saqlaymiz. Keyingi o'sha oldingi mehmon uchun-da. Davronbek shunday savol qoldirdiki, Toshkent davlat yuridik universitetiga qanday yangiliklar joriy qilinishini o'sha xohlagan bo'lardingiz mazmunida savol qoldirdi. Yuridik universitetga. Qanaqa bo'lishi mumkin? Juda ham qiyin savol qoldirib ketibdi. Biroz. Qanaqa qoldirdi? Kesib tashlaymi? Qolaversin. Farqi yo'q. Aha. Xo'p. Universitet O'zbekiston jihatdan oladigan bo'lsak, yana oldi qo'shdi gap bo'yicha ketyapti, mayli. Lekin universitet O'zbekiston bo'yicha oladigan bo'lsak, TDUda ancha zamonaviylashuv yaxshi deb o'ylayman. Lekin davomat masalasi bo'lishi mumkin. Qanday? Kiritishi mumkin bo'lgan, xohlashi mumkin bo'lgan. Ya'ni davomatga e'tiborni sal kamaytirish kerak, oraliqlarni, ya'ni bunaqa bo'lishi kerak. Darsga kelmagan odam shunchalik bilimdan qolib ketishi kerakki, u o'zidan o'zi, ya'ni topshirsa oraliqda, shunchaki o'ta olmasligi kerak u oraliqda. Ha. Ya'ni uni hech kim 18 soat yoki shunga o'xshash bo'lganicha qoldirib ketish kerak emas. Ya'ni bilimsizligi tufayli aynan oraliqdan topshira olmasligi kerak, darsga kelmaganligi tufayli. Bu fikr o'zingizning fikringizmi? Ha. Shunaqa deb o'ylayman. Aynan. Ya'ni keyin yana nima bo'lishi mumkin? Zo'r lekin. Keyin tadbirlar masalasida bor. Ha. Men o'ylayman, kuy, navo shunga o'xshash narsalarni kamaytirib, ko'proq bilimga asoslangan tanlov tadbirlarni hozir ham bor, bilaman. Qomus bor, Zukko kitobxon deganlar bor, Zakovat bor. Yaxshi qatnashib turamiz. Lekin yana ham individual jihatdan yutish mumkin bo'lgan tanlovlarni, ya'ni jamoaviyga bog'lanib qolmagan ayrim tanlovlarni qo'shishsa, haligidek ko'proq pul yetib turadigan. Shunaqaroq bo'lsa, baribir ham lekin ijtimoiy faollikda ham kuchliroq ta'sir o'ynaydi. Misol uchun men unaqa chiqib olib, sahnaga chiqib, o'zimni qanaqadir talentimni ko'rsatish yoki kuy-navo bo'yicha yo'qman. Ya'ni shunaqalarni menga o'xshagan talabalar ko'pdir balki. Aynan shularni o'zini potensialini ko'rsatib berish uchun shunaqalarni qo'shishsa balki yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Men takliflarim shulardan iborat. Zo'r. Xuddi shu an'anani davom ettiramiz. Siz ham ko'rsatuvning keyingi talaba do'stimizga savol qoldirsangiz. O'ylosam bo'ladi. Xo'sh. Talaba keladi kengaysa. Albatta. Kimga qoldirsak bo'ladi? Yo'q, misol uchun 4-bosqich talabasi bo'lishi ham mumkin. Bilyapman. Qanaqa qoldirsam? Farqi yo'q. Xohlasangiz. O'ylash kerak. Savolim. O'sha yangi kelmoqchi bo'lgan odam fikri menga qiziq, o'zim ham ko'raman kengizda. Nima deb o'ylaydi o'sha yangi mehmon? Huquq bilan, ya'ni huquq va qonun bilan adolat har doim bir joyda keladimi? 3 ta narsami bu yerda shunda? Yo'q, huquq bilan adolat har doim bir joyda keladimi? Ya'ni ular bir-biriga qarshi chiqib oladigan joylar ham bormi? Balki katta kurslarni chaqirsangiz, jinoyat huquqi, fuqaroliklarni o'qigan bo'lsa, balki qonunchilikni ko'rgandir. Aynan xuddi shunaqa fikr bilan adolat bir joyda keladimi? Ha, har doim bir joyda keladimi? Ya'ni yoki ularni bir-biriga zid kelib qoladigan joylari bormi? Aynan shu bilmoqchiman. Ani Machiavellini o'qigandan keyin kelgan savol bu. Zo'r. Hukmdor. Ko'rsatuvdagi ishtirok uchun, tashrif uchun yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Taklif uchun sizga ham rahmat. Ancha o'zimning fikrlarimni bildira oldim. Balki 4-bosqichda yana bitta ko'rsatuv qilib solishtirarmiz. 1-bosqichdagi Diyorbek qanaqa edi, 4-bosqichdagi Diyorbek qanaqa bo'ldi? Xudo xohlasa. Rahmat.